Chiroyli bu. Xullas Xitoydan yana 3 ta narsam. Shuni osilab gapirib qo'yaman. Bor ekan shotkachasi. Zo'r. Mamnaqa. Yaxshi. Chiroyli, mana shu qoshda tarasham yoshroq ko'rsatadi, bilasizlarmi? Ana. Yuzingizga lifting effekt beradi. Ko'rsatdim. Wow. Zo'r. Rosa chiroyligida, yoquvda. Chunki bilasizlarmi, abayalar bilan kroks kiysam ham vashi chiroyli turadi oyoqda. 38-39 razmer zakas qildim. Buncha chiroyli bu. Vashi tagini qaranglar. Mazla ko'ryapman. Shunaqa zo'r ekan. Ish qilib olganimga yarasha razmer to'g'ri kelsin-da, lekin bor abayalar bilan asal chatiradi bo'lib ketdi. Agar sizlar ham arzon va sifatli narsalarni Xitoydan zakaz qilishni tekinga o'rganmoqchi bo'lsalaring, profilim shapkasidagi silka orqali Telegram kanalimga o'tinglar, bepul darslik tashab qo'yganman. Bemalol ko'rib zakaz qilsalaring bo'ladi. Xullas mana, mamnaqa qilib kiysam bo'ladi, mamnaqa qilib kiysam bo'ladi. Asalcha razmer ekan.